Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali 50 ta darsda ingliz tilini, ya'ni A0, A1, A2, B1, B2, C1 kursimizni davom ettiramiz. Ya'ni har bir level uchun 50 ta dars va bugun 8-darsimiz do'stlar. Va biz boshlaymiz. Va do'stlar, dictionary nimamiz? Connect so'zi bu ulanish biror bir narsaga, masalan, biz telefondan Wi-Fi ga ulanishimiz mumkin. Wi-Fi connection bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bu ulanishga yotadi. Wish so'zi bor, tilak. Ya'ni biror bir kishiga yaxshi bir tilak tilaymiz. Ya'ni tug'ilgan kunida bo'lishi mumkin, biror bir baxtli davrida bo'lishi mumkin. Shu paytda biz wish qilishimiz mumkin. Va wishning boshqa bir ma'nolar ham bor. Bu konstruksiya I wish I could degan nimalar bor. Buni biz hali kursimiz davomida o'tamiz. Va keyingi so'zimiz bu arrive, yetib kelish. Biror bir joyga, masalan, train arrives at 9 p.m. Masalan, poyezd 9 da yetib keladi degan ma'noda. Biroq keyin bu konstruksiyalarni ko'rib o'tamiz. Will bilan ko'pincha ishlatsak bo'ladi. Discover so'zi bu kashf qilish biror bir narsani, masalan, olimlar teleportatsiyani kashf qilishdi deb aytib qilishimiz mumkin. Masalan, ya'ni teleportatsiya mashinasini kashf qilishdi yoki shunday nimalarda ishlatsak bo'ladi. Agar sizning uyingizda Discovery kanali bor bo'lsa, u yerda ko'pincha bizlarda nimalarni, o'simlik yoki hayvonot dunyosini ko'p ko'rsatadi televizorda do'stlar. Rus kanallari bor bo'lsa. Focus so'zi bu diqqat, ya'ni diqqatni bir nima qilish, diqqatni jamlash deganda ishlatsak bo'ladi. Diqqat so'zi focus. Dry so'zi bu ya'ni qurg'oq yoki qurg'oqchilik. Shu paytda qurg'oqchilik degan so'zning buni ma'nosi o'zgarib ketadi, biroq quruq deb aytsak bo'ladi yoki qurg'oq. Describe tasvirlab berish yoki biror bir kishining haqida nima berish, ya'ni описание deb aytsak bo'ladi. Описать etib berish biror bir kishi haqida yoki biror bir narsa haqida tasvirlab berish. Shunday ma'nolarda keladi. Connect ulanish, wish tilak, arrive yetib kelish, discover so'zi kashf qilish, discovery, ya'ni discovery kashfiyot degan ma'noda keladi, kashfiyot. Focus diqqat, dry quruq, describe tasvirlab bering, tasvirlab berish. Description degan ham bor. Description degani do'stlar, bu masalan описаниесі. Biror bir narsa haqida izoh qoldirganda, masalan, men sizlarga izohlarni o'qing deymiz-ku. YouTubening tagida bossangiz izohlar turadi. Shu joyda description degan joyni nima description deb aytadi, ya'ni shu joyni description. Describe so'zi tasvirlab berish. Description izohlar, ya'ni description описание. Menda hech qanday savol yo'q deb aytamiz. Ya'ni I don't have any questions. Ya'ni any so'zini o'tgan darsda o'rgandik. Ya'ni any so'zi inkor forma va savol formada keladi. Some esa positive formada keladi. I don't have any questions. U javobni bilmaydi. Ya'ni she doesn't know the answer. She doesn't know the answer. Va keyingi nimamiz Bluetooth qurilmasi muvaffaqiyatli ulandi. Bilasiz do'stlar, Instagram, ya'ni nimalarda, saytlarda, ya'ni social mediasda ko'pincha the Bluetooth device is connected successfully degan mem bor edi. Shuni nima qilsangiz bo'ladi, ya'ni shapaloq tortib yuborar edi, keyin the Bluetooth device is connected successfully deb aytar edi. Bu so'zni ko'pincha do'stlar bizning uyimizda kolonka bo'lsa, kolonkalarda ko'pincha shunday qilib, ya'ni ulanadi. The Bluetooth device so'zi bu qurilma so'zini, ya'ni sizning telefoningizni smartphone bo'ladi-ku.
Sizning telefoningiz Android telefon, iPhone telefon bo'lishi mumkin. Shuni ham biz device deb atasak bo'ladi. Muvaffaqiyat so'zi bu success edi do'stlar. O'tgan darslarimizda o'tdik buni. Success muvaffaqiyatli deydigan bo'lsak bu successfully. Bu yerda endi do'stlar is connected deganni siz tushunmasligingiz mumkin, chunki bu yerda passive voice da kelgan. Biz hali passive voice degan nimaga kelmadik. Passive voice ning faqat sizga ma'nosini tushuntirib ketaman. Ish bajariladi, biroq bu ish bajarilish kim tomonidan ekanligi noaniq. Buni biz hali kursimizni davomida o'tib ketamiz do'stlar. Hozircha biz faqat so'z yodlash. Bizning nimamiz hozircha so'z yodlash va gap qanday qilib tuzilishi haqida ko'rishimiz kerak. Menda hech qanday savol yo'q. I don't have any questions. U javobni bilmaydi. She doesn't know the answer. Bluetooth qurilmasi muvaffaqiyatli ulandi. The Bluetooth device is connected successfully. Mening vaqtim yo'q. Ya'ni mening vaqtim yo'q. I don't have time. I don't have time do'stlar. Mening vaqtim yo'q degan. U javobni bilmaydi. Ya'ni he doesn't know the answer. Sizga eng yaxshi tilaklarni tilayman. Ya'ni eng yaxshi. I want to wish you, ya'ni sizga tilayman all the best. Eng yaxshi degani bu. All the best degan so'zi eng yaxshi. Tilak so'zi bu tilaklar yoki wishes bo'lishi mumkin. Wish you all the best. All the best desangiz ham bo'ladi yoki all the best wishes qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni eng sizga berga wishes deb qo'shib yuborsak, umuman nimasi o'zgarmaydi. Ya'ni sizga eng yaxshi tilaklarni tilayman. I want to wish you all the best. All the best desangiz ham bo'ladi, wishes deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu faqat nima qilishga wishes so'zini olib qo'ysangiz ham ma'nosi o'zgarmaydi do'stlar. I want to wish you all the best. Men sizga eng yaxshi yoki eng yaxshi tilaklarni tilayman degan ma'noda keladi. Mening vaqtim yo'q. I don't have time. U javobni bilmaydi. He doesn't know the answer. Wishes, ya'ni tilaklar. Sizga eng yaxshi tilaklarni tilayman. I want to wish you all the best wishes. Wishes degani olib tashlasangiz ham bo'ladi do'stlar. U buni tushunmaydi. Ya'ni tushunmaslik. She doesn't understand it. She doesn't understand it. U bu fikrni yoqtirmaydi. Ya'ni he doesn't like this idea. This idea. Keyingi gapimiz yuk mashinasi o'z vaqtida keladi. Ya'ni kelmoq so'zini aytgandik, bu arrive so'zi. Ya'ni the truck arrives on time. O'z vaqtida degani bu on time do'stlar, mana o'z vaqtida mashinasi keladi. On time. Va do'stlar, arrive so'zini biz masalan poyezdlarga ishlatsak bo'ladi. Masalan, va ya'ni train, ya'ni poyezd arrives at 9 o'clock. Ya'ni poyezd soat 9 da keladi. At ya'ni soatni qo'yamiz at va soat va o'clock so'zi bu soat so'zi. Ya'ni soat 9 da keladi yoki aniq nima qiladigan bo'lsak, American nimada at the train arrives at 9 a.m. Ya'ni tushdan, ya'ni bu soat 12 gacha am bo'ladi va tushki soat 12 gacha am, ya'ni tungi 1 dan tushki 12 gacha bu am bo'ladi va undan keyingisi pm ga yetib ketadi. Ya'ni kechki soat 9 deydigan bo'lsak pm bo'ladi. Ya'ni azongi soat 9 bo'ladigan bo'lsa am. Masalan, soat 9 da keladi deb aytib qo'ydik. The train arrives at 9 am. Va truck so'zini do'stlar bu yerda biz yuk degan so'z bor, ya'ni cargo. Ko'pincha masalan ko'p insonlar chetdan tovar tashiydigan bo'lsa, the cargo arrives on time, ya'ni yuk o'z vaqtida keladi yoki yuk soat 9 da keladi. The cargo arrives at 9 p.m. or 9 a.m. desangiz bo'ladi do'stlar. U buni tushunmaydi. She doesn't understand it. U bu fikrni yoqtirmaydi. He doesn't like this idea.
The train arrives at 9 a.m. Yuk mashinasi o'z vaqtida keladi. The truck or cargo arrives on time. U unchalik ishlamaydi. Ya'ni u unchalik ishlamaydi. She doesn't work so much. Ya'ni u jonini berib ishlamaydi degan ma'noda. Har yili olimlar yangi noma'lum narsalarni kashf etadilar. Hayvonlar va o'simliklar. Bu yerda do'stlar tarjima xato ketgan. Men hozir buni to'g'rilayman. Ya'ni noma'lum deganni narsalarni deganni olib tashlayman va kashf etadilar degan so'zni men oxiriga qo'ymoqchiman. Va shunda bizda hozir nimamiz to'g'ri bo'ladi. Har yili olimlar yangi noma'lum hayvonlar va o'simliklarni kashf etadilar. Ya'ni every year scientists discover new unknown animals and plants. Keling, va biz bir boshdan hozir buni nima qilamiz? Har yili bu every year do'stlar, scientists so'zi bu olimlar, ya'ni science so'zi bor do'stlar, ya'ni science so'zi bu ilm fan degan ma'noda keladi. Scientist, ya'ni undan keladigan bo'lsa, scientist undan keladigan bo'lsa bu olim so'zi va olimlar degan bo'lsak s qo'shamiz va yangi discover so'zi bu kashf qilmoq, o'tganimizdek, ya'ni discover so'zi kashf qilmoq, new yangi, new degan so'zni bilamiz, new unknown deb o'qimang do'stlar, unknown k o'qilmaydi bu yerda. Buni keling, know so'zi bor, bilmoq, to'g'rimi? Noun so'zi bor. Bu now so'zi nounga aylanadi. Bu past participle to'da biz passive voice ishlatganimizda yoki past participle to deb aytamiz. Passive voice yoki past perfect yoki perfect nimalarda ishlatsak, zamonlarda ishlatsak noun qo'llaymiz. Noun so'zi masalan ma'lum so'zi yoki bizlarga mashhur bo'lib tuyuladigan narsalar, ishlarni ma'nosi ko'p. Buning nimasini biz tushunib olamiz hali kursimiz davomida. Va unknown so'zi bu noma'lum. O'tgan darsda bilsak, unhappy degan so'zni o'tgandik. Oldiga un qo'yamiz va noun so'zini o'zini qo'yib yuborsak, inkor formada kelar edi so'zimiz. Va unknownga aylanib qolgan. Animal so'zi bu hayvonlar. Animal so'zi hayvon degan ma'noda kelsa va plants so'zi plant o'simlik, plants ya'ni nima desak bo'ladi? Bu o'simliklar. Plants with zombie degan o'yinni ko'p o'ynagan bo'lsangiz, shu yerda plants degan bor. Yodlab qo'yishingiz uchun. Ya'ni every year scientists discover new unknown animals and plants. Bu menga yordam bermaydi. Ya'ni it doesn't help me. Keling, unda takrorlaymiz. U unchalik ishlamaydi. She doesn't work so much. Scientist. Noun, unknown. Har yili olimlar yangi noma'lum hayvonlar va o'simliklar kashf etadilar yoki kashf qiladilar. Every year scientists discover new unknown animals and plants. Bu menga yordam bermaydi. It doesn't help me. Qizlarga emas, mansabga e'tibor qarating. Chunki qizlar vaqtinchalik, lekin muvaffaqiyat doimiydir degan do'stlar, hozir biz bir memni ko'rib chiqamiz. Instagram, ya'ni social mediasidan keladigan. Focus on career, not girls, but because not girls deydi. Because girls are temporary, but success is permanent. Keling, buni razobrat etamiz endi. Focus, diqqat qaratish biror bir narsaga. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, o'zingizning karyerangizga ham diqqat qarating. Qizlarga emas degan ma'noda kelgan. Because chunki qizlar vaqtinchalik, ya'ni temporary so'zi bu mana. Keling, men qizilga bo'yayman vaqtinchalik so'zini va but success so'zini o'tgandik do'stlar. Muvaffaqiyat is permanent, ya'ni bu aytadiki doimiydir degan ma'noda keladi. Ikkalasi bir-biriga mana permanent bilan temporary so'zi va permanent so'zi bir-biriga, ya'ni antonim bo'lib hisoblanadi. Bu vaqtinchalik, bu esa doimiy.
What my friend says at 9 or at 3 p.m. deb aytadiku, 3 a.m. tungi soat 3da mening do'stlar nima deydi deb nima qiladi, telefonda yozg'andab aytsa, focus on career, not girls, because girls are temporary but success is permanent. Men buni xohlamasligingni ko'raman. Ya'ni I see you don't want it. Ya'ni men ko'ramanki sen buni xohlamaysan degan ma'noda. Agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, men to'xtashni xohlamayman, men davom etmoqchiman. Ya'ni I don't want to stop, I want to continue. Ya'ni men davom etmoqchiman. I want to continue do'stlar. Qizlarga emas, mansabga e'tibor qarating. Chunki qizlar vaqtinchalik, lekin muvaffaqiyat doimiydir. Focus on career, not girls, because girls are temporary but success is permanent. Men buni xohlamasligingni ko'raman. I see you don't want it. Men, ya'ni to'xtashni xohlamayman. Men davom etmoqchiman. I don't want to stop, I want to continue. Kislorod juda quruq. Ya'ni kislorod so'zi bu oxygen, ya'ni kislorod so'zi bu oxygen is so dry. Ya'ni kislorod juda quruq. Oxygen is so dry. Va air so'zi bor, bu havo degani do'stlar. Airways, ya'ni Uzbekistan Airways, O'zbekiston havo yo'llari degan kompaniya ham bor do'stlar, to'g'rimi? Airways. Shuni bilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni air so'zi bu havo, biroq oxygen bu kislorod. Biz nimani biz yutadigan bu oxygen bo'lib hisoblanadi. Oxygen. Uning mashinasi yo'q. Ya'ni he doesn't have a car. He doesn't have a car. He doesn't have a car. Oksigenga nimaga is qo'yganimizni bilsangiz bu it. Ya'ni agar siz bilmasangiz she itga is qo'yiladi do'stlar. Bu oksigen esa bu yerga is, ya'ni it qo'yiladi. Ya'ni it nimasida keladi. U bu restoranni yoqtirmaydi. Ya'ni she doesn't like this restaurant. She doesn't like this restaurant. Yoki do'stlar, she doesn't like this building. Unga bu nima yoqmaydi degan ma'noda keladigan bo'lsa va establishment. Unga bu zavedение yoqmaydi. Unga bu nima yoqmaydi deb aytadigan bo'lsak, she doesn't like this establishment. Ya'ni o'tgan darslarimizda buni ko'rib ketdik. Agar siz ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Kislorod juda quruq, oxygen is so dry, airways, air, uning mashinasi yo'q, he doesn't have a car, u bu restoranni yoqtirmaydi, she doesn't like this restaurant or building or establishment. Ota-onangizni bir so'z bilan ta'riflab bering. Ta'riflab berish do'stlar, o'tganimizdek bu describe so'zi bo'lib hisoblanadi. Describe your parents in one word. Word so'zi bu so'z. Describe, ya'ni ta'riflash, your parents, ya'ni describe your parents in one word. Ya'ni bir so'z bilan o'z ota-onangizni ta'riflab bering degan ma'noda kelgan so'z. U buni qilishni xohlamaydi. Ya'ni she doesn't want to do it. She doesn't want to do it. Bu ishlamaydi. Ya'ni it doesn't work. It doesn't work. Bu ishlamaydi. It doesn't work. Ota-onangizni bir so'z bilan ta'riflab bering. Ta'riflang yoki ta'riflab bering. Describe your parents in one word. U buni qilishni xohlamaydi. She doesn't want to do it. Bu ishlamaydi. It doesn't work. Men ko'ryapmanki bu ishlamaydi. Ya'ni ko'ryapmanki, ya'ni I see that it doesn't work. I see that it doesn't work. U bu do'konni yoqtirmaydi. Ya'ni she doesn't like this shop. She doesn't like this shop. U bu haqiqatan ham ishlaydi deb o'ylamaydi. Ya'ni he doesn't think that it really works. He doesn't think that it really works. Men ko'ryapmanki bu ishlamaydi. I see that it doesn't work. U bu do'konni yoqtirmaydi. She doesn't like this shop. U bu haqiqatan ham ishlaydi deb o'ylamaydi. He doesn't think that it really works. Men bunchalik pul talab qilmasligini bilaman.
Ya'ni I know that, men bilamanki, it doesn't cost this money. Bu pulga arzimaydi yoki bu narxga arzimaydi degan ma'noda keladi. Ya'ni menga bu oz narxdagi, ya'ni past narxdagi narsa deb aytsak bo'ladi. Masalan, keling shunday gap tuzib ko'ramiz. Ya'ni it seems like okay, it seems to me that deb ko'raylik. It seems to me that it is like low price thing. Ya'ni like a low price bo'ladi. Price thing. Ya'ni menga tuyuladiki, it seems that tuyuladiki, it's like a like degan so'zi kind so'ziga to'g'ri keladi. Bu yerda do'stlar, o'tgan darsda biz type degan so'zni o'tdik. Ya'ni keling bu yerga yozaman. Type so'zini, ya'ni toifa. Like so'zini ham shunday qilsak bo'ladi. Ya'ni mening nazarimda yoki it seems to me that menga tuyuladiki, it's like shunday deb ham aytsak bo'ladi yoki like bunga so'z keladigan bo'lsa kind so'zi ham to'g'ri kelishi mumkin. It's kinda low price thing. Ya'ni low so'zi bu past narx, price so'zi narx va narsa vещь, ya'ni narsa. Thing so'zi. Biz hech qanday o'zgarishlarni yoki rezultatlarni ko'rmayapmiz. We don't see any changes or results. Men hozir u yerga borishni xohlamayman. Ya'ni I don't want to go there. Hozir so'zi now. Hoziroq deb qattiq tonda aytiladigan bo'lsa right now bo'ladi. Right now deb aytsak bo'ladi do'stlar. Men bunchalik pul talab qilmasligini bilaman. I know that it doesn't cost this money price. Ya'ni bu yerda do'stlar rus tilini tushunsangiz, это как deb aytsak bo'ladi. Как so'ziga to'g'ri keladi. It seems that, мне кажется, что это как low, ya'ni juda past narxdagi narsa. A low price thing. Biz hech qanday o'zgarishlarni, rezultatlarni ko'rmaymiz, ya'ni ko'rmayapmiz. We don't see any changes or results. Men hozir u yerga borishni xohlamayman. I don't want to go there now or right now. Bu pulni talab qilmaydi. Ya'ni hozirga aytganimizdek, it doesn't cost this money. Ya'ni it's like deb aytadigan bo'lsak, it's like a low price thing. Ya'ni bu biror bir narsaning toifasi yoki turdagi narsani aytsak bo'ladi. Ya'ni bu low price thing, ya'ni past narxdagi turdagi, ya'ni past narx, ya'ni shunday narsalarni aytsak bo'ladi. Shunday ma'noda keltirsak bo'ladi. Like a low price thing. It's like a low price thing. Bu juda past narxdagi yoki turdagi narsa deb aytsak bo'ladi. U bu qo'shiqni yoqtirmaydi. He doesn't like this song. Ya'ni qo'shiq aytishni aytgandim do'stlar. Sing, ya'ni sing so'zi bu qo'shiq aytish. Song esa bu qo'shiq. He doesn't like this song. Sing. Va song deb g aytamiz-ku. Va son degan so'z bor. Ya'ni sizning o'g'lingiz bo'lsa, bu o'g'il bolani aytsangiz bo'ladi. Farzandim degandagi o'g'il bo'lsa, my son. Mening o'g'lim. Ular buni aytishni xohlamaydilar. They don't want to say it. They don't want to say it. Do'stlar, darsligimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz yoqsa like bosing, o'zingizning kommentariyangizni qoldirib keting va keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.